90 kamroq krediti bor. Kamroq krediti bu 20-21% beriladi. 7 yil muddatga. Bunda garovsiz 100 million so'mgacha beriladi. Garov bilan 375 million so'mgacha beriladi. Bunda maksimal 1,5 milliardga keyin berish mumkin. Davlat ro'yxatdan kamida 6 oy oldin o'tgan pul aylanmasiga ega bo'lish kerak. Yillik 21%. Yana undan tashqari kreditlarimiz bor. Moliyaviy ommabop degan kreditlarimiz bor. Do'stlar oldin oilaviy tadbirkorlikdan odam chorvaga yoki istiqomatga odam shu faoliyatni kengaytirish uchun 50 million so'mgacha garovsiz kreditdan beriladi. Bu yillik 25% oldin imtiyozlardan 3 yil muddatga beriladi. Undan tashqari yana ta'lim kreditlarimiz bor. İmtiyozli ta'lim kreditlari. Bu imtiyozli ta'lim krediti muddati o'qish davri. Misol 4 yil o'qiydigan bo'lsa, o'qish davri 4 yil. Yana plyus